Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 11-aprel kungi bo'lsa subota. Bugun Besichalobod oblasti Ona shahrida qarashli mol bozor, qo'y bozor, Zulqi bozorida turamiz tug'anlar. Pogoda ayoy yaxshi, odamlar ko'p. Birinchi mol bozordan boshlaymiz. Bismillah deb. Andiqdan kuzatib turamizlar. 120 mingga sotilibdir qisir. 27-37 deydi. Erkek urg'acha. 147 ming so'm bo'libdir. Balasi erkak ekan. Birinchi tug'uvchi o'xshaydi. Birinchi tug'uvchi. Qirg'iz bozor. Va chekadagi buqani 350 ming deyaptir, 260 ming berdik deydi. Angus buqalari 250 mingdan deydi. Nasıl alavı bakın. Bunlar jalan qaralı. Төртөү. Ana. Maşallah. Yaxşı. Bugün buqalar, bunlar semiz buqalar ko'pchilikdir. Dağılgan buqalar. Bunlar darq chekadagi mana. Soda bo'ladi 120 mingga. Buqalarning içinde nasıl öte joğun ekan deyim de. Bravo. Yaşları bir değil oxşaydı. Qancha bu? 180 ming. 180 ming deydi. Nasını 170 deydi. Nasını 145 deydi. Öte yaxşı ekan. Bravo. 160 ming deydi. Eti yaxşı, öte zo'r. 140 ming deydi. Eti o'rtadan jo'g'ori. Qo'lqila o'shanda. Eti silak bo'lib qoldi. 125 kemi var deydi. Ha, sen nerede? 125 kemi var deydi. Ekövünü alğanğa tushib beramiz deydi. Eti yaxşı, semiz. 160 ming deyotadi ekan. Eti o'rta. O'rtadan jo'g'ori bo'lib qoladi. Bilmaydi ekanmiz, ha? 160 deyotadi ekan. Az soda bo'ladi. Oyda biri so'rang, biri 170 ming so'm. Deyotadi. Tashi 2 jasharga olib qoldi o'sha. 1 jashar ham bo'ldi. Maşallah, mana qarasan sir bo'ydi. 1 jashar ham bo'libdi. 142 ming so'm kemi var deydi. Eti öte sonun desek de bo'ladi. Bağı berib öyle qo'yaylik, o'rtadan jo'g'ori past devestanda eti yaxshi son ekan. 140 ming so'm. Eti yaxshi. Jashi 2 jashar bo'lib qolgan ha buni. 2 jashar bo'lib qoldi. Bo'lalega ham bo'ladi bular ha. Qaralo, maşallah. Jiltiraydi. 130 kemi var deydi. Videoda qanday ko'rinadi bilmayman. Tuyaqlar uzun, sonun söğüktörü jo'g'on ekan. 1 jashardan o'tib 2 jasharga ketib o'tadi deydi. Maşallah bugün semiz buqalar o'ta ko'p. Qarasa. Buqalarning sanalarini aytdik. Sağın uylarga atayla. 230 ming so'm deydi. Balasi erkek. Şöyle piyastır deydi. Akçasını 300 ming deydi. 10 litre azırı süt veriyor da deydi. Kaçanlar bu. Telefon numara vermeyiz mi? Üçüncü balası 180 ming kemi var deydi. Balası da yine nasıl kaşka. Sütü жақсы o'xshaydi, jelinli cho'ng ekan. 250 ming deydi. Chaqin bo'z deydi. Chaqin bo'z degan ham 1 ay. Balasi erkek 320 ming deydi. Sütü yaxshi o'xshaydi, jelinlari cho'ng ekan. Nazar degan narsa bor deb ko'p aytib Malga maşallah deb qo'yasizlar. Balası erkek ekan. 150 ming so'm deydi akçasini.
Jelini yaxshi ekan. Süt qancha litr süt beradi? 5 litrdan 10 litr sütü var. 5 litr 10 litrdan sütü var deydi. Ertene kesin. Ekinchi tuğu 180 mingdan kemi var deydi. Eko öteng. Bir adamlar. Parasını da 155 ming deydi. Balası urgaç ekan. Balası yaxshi ekan, söğütleri yaxshi. Qancha balası ekan? 4-chi balası deydi. 8 litrgacha sütü var deydi. 4-chi balası. Ama özüne bu tatlı neyse. 110 ming so'm deydi. Birinchi tuğuch. Savdosanlar, savo aytasanlar. Savo aytasiz. Balasını da bağladı deydi. Erkek ay ekan-da. Balası erkek ekan. 4-chi tuğuch ekan. Qara qashqa. Oy. 160 mingga so'rab o'tasiz. çok. 35'ten satıldı. Urgaç 4 boktan. Urgaçı 45 ming deydi Caqene. 38 mingga so'rab o'tsa. Pazar 37 veriyor. Bazar 37 berib o'tadi deydi. 45 kemi var deydi. Urgaçı. 55 kemi var deydi. Urgaçı. ...45 kemi var deydi. Erkek. ...40 kemi var deydi. Urgaç ekan. Kudirashka deb qo'yadi. ...48 mingdan kemi var deydi. Uchoq ekan. Urgaçı. 45 ming kemi var deydi. Erkek. Kuzgida bular ha? Kuzgi torpoqda. Buna eko erkek deydi. 65'ten kemi var deydi. 45'ten kemi var deydi urgaçıların. 45'ten kam var. Hani ona topukları hara. Var kuzgiler mi? Kuzgi torpoqlar o'shanda? 5 6 o. 25 gelir bu. 25'ga berib edim deydi. 30 ming so'm kemi var deydi urgaçı. Kuzgi torpoqlar değil mi? 70'ten kemi var deydi. Eko öten erkek ekan. Yaxshi tuyoqlari toza, yaxshi. Tuyoqlari yaxshi o'xshaydi, eti dele yaxshi. Настроениялari dele yaxshi. Turadi. 60. Bu parodasi bo'la o'xshaydi. Ne degan paroda? Alato. Boylar uzun ekan, biraz ariqroq ekan, bag'ish kerak ekan, ha? Erkek. 70 kami vardı o da. Uchoq o'tang sizdan o'xshaydi, ha? Uchoq o'tang erkek. Настроениялari yaxshi o'xshaydi. Biraz ariqroq bag'ish kerak ekan. Qarov kerak ekan. 60 kemi var deydi. Erkek. ...55'ten kemi var deydi erkekler. 70 ming so'm kemi var deydi. Erkek. Taqsas qancha? 70'ten kemi var deydi. Erkekler poqta. 110 ming so'm deydi. Qisir. Eti yaxshi ekan. 115 deydi. Qisir deydi. Torpoq o'lib qoldi deydi. Eti yaxshi ekan. 130 mingdan kemi var deydi. Eko o'tang qisir. Sari menen qara. Etleri yaxshi ekan. 125 ming deydi. Qisir. Eti yaxshi. Jami keldi mana. 110 ming deydi. Eti zo'r ekan. Potrayt, potrayt. Jildirayt. O'shding. 100 deb otam deydi, uchoq. 170'ten deydi eko. Kemi var deydi. 170'ten kemi var deydi. Bu oturgan 106 ming deydi. Akam tarsala jarilib qo'ydi. Bu oturgan 106 ming. Qisir. 120 ming so'm deydi. Eti yaxshi ekan.
Kısır. 130. 135 ming so'm deydi. Kısır. Eti zor. 115-105 ming ekan. Kısır. Eti o'ta sonu. To'la ekan narximiz. 80 ming deydi, 100 ming deydi. Xunajinlar, tug'anlar. Ne deysiz tug'anlar? Şu bardığını tarttık o'xshaydi. Videomuzga tinchlik, amanlik, chorvonchilarga bereke. Video yoqqan bo'lsa like, yaxshi bir kommentariy do'qdan berib turib, yaxshi so'zlardan yozib qo'yinglar. Kemchiligingiz bo'lsa dag'i yozib qo'yinglar. Keyingi bozorga bundan dag'i yaxshiroq tartibni harakat qilamiz. Assalomu alaykum.